O'zbekiston Venesuela, bu galgi raqib Argentina va Braziliyani qo'rqitgan jamoa. Ushbu o'yinni jonli efirda ko'rishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Omadingni sinab ko'rishga tayyormisan? Unda Luki Pari bilan boshlagan. Ro'yxatdan o'tish juda oson. Bir necha soniyada hisobni och. Maxsus imkoniyatni qo'ldan boy berma. Promokod LP7 ni kiriting va 100% bonus va $500 sovg'aga ega bo'ling. Eng yuqori koeffitsiyentlar, tezkor to'lovlar, cheksiz imkoniyatlar, barchasi bir joyda. Hoziroq qo'shiling va yutishni boshlang. Luki Pari, omadingizni sinab ko'ring. O'zbekiston milliy terma jamoasi Xalqaro futbol federatsiyasi FIFAning yangi turniri FIFA Series 2026 musobaqasini muvaffaqiyatli boshlab, Gabon terma jamoasini 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchratgan edi. Endi Fabio Cannavaro shogirdlari musobaqa doirasida ikkinchi uchrashuvni ancha jiddiy raqib Venesuela terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Venesuelaliklar Toshkentdagi xalqaro turnirning birinchi uchrashuvida Trinidad va Tobago terma jamoasi ustidan 1-1 hisobda zafar quchdi. FIFAning kuni kecha yangilangan reytingida qiziq holat yuzaga keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2 pog'ona yuqorilab, umumiy ro'yxatda 50-pog'onadan joy oldi. Bungacha bu qatorni venesuelaliklar egallab turgan edi. O'zgarishdan keyin Venesuela terma jamoasi ham bir qator yuqoriladi va 49-qatorga joylandi. Venesuela o'zbek futbolchilaridan farqli ravishda 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok eta olmaydi. Ularning mundial saralashda keyingi bosqichga chiqish uchun bir necha ochko yetishmadi. Venesuela saralash turnirida Argentina va Braziliya bilan durang o'ynab, kuchli raqiblardan ochko olgani bilan o'ziga yarasha sensatsiya bo'ldi. Biroq Venesuela oxirgi o'yinlarda 3 marta ketma-ket yutqazdi va bu bosh murabbiy Fernando Batistani ishdan ketishi bilan yakunlandi. Jamoa vaqtincha boshqargan Osvaldo Vizcarrondi keyinchalik doimiy ravishda bosh murabbiy vazifasini tayinlandi. Venesuela tarkibining qiymati taxminan 71 million yevroni tashkil qiladi. Eng qimmat futbolchi Jon Aramburu, shuningdek Jefferson Savarino va Cristian Casares ham bor. 36 yoshli Salomon Rondon jamoaning yetakchi hujumchisi hisoblanadi. Venesuela tezkor qarshi hujumlar, qanotlar orqali o'yin va standart holatlarda o'ta xavfli. Biroq pozitsion o'yinda muammolari bor. Yangi murabbiydan pressing, to'p nazorati va kombinatsiya o'yin kutilmoqda. O'zbekiston uchun bunday o'yinda tempni nazorat qilish, sabrli bo'lish va qanotlar orqali hujum qilish muhim bo'ladi. Venesuelaga qarshi keng maydon foydalanish, himoyani cho'zish va zonalarga zarba berish samarali bo'lishi mumkin. Venesuela terma jamoasida darvozabon chizig'i esa yuqori darajada emas. Bundan avval O'zbekiston milliy terma jamoasi 2023-yilda Venesuela bilan uchrashgan va o'sha o'yinda 1-1 hisobda durang bilan yakunlangan. O'zbekiston va Venesuela milliy terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 30-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi. Xo'sh, ushbu o'yinni jonli efirda ko'rishni istaysizmi? Unda ushbu kanalimizga obuna bo'lib, video tagidagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aynan ushbu Telegram kanalimizga jonli efir havolasini tashlaymiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston terma jamoasi Venesuelani mag'lub eta oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.